Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yaxshimisizlar? Sog'monmisizlar? Mana inshaalloh yana bir video qilishga qaror qildik bugun. U ertalab mana 3-iyun tongi soat 10 atrofi. Ertalabki. Mana Xudo xohlasa go'nglarimizni yoyib bo'ldik. Inshaalloh yana dabavka go'nglari, qo'shimcha go'ng. Xudo xohlasa mana hammasi tayyor. Reaktorlarimiz 6 tasi. İnşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta reaktorimiz bor. Sekin oldidan yurib o'taman. Xudo xohlasa bu yerda 60-70 tonna yaqin biogomuz chiqadi, xudo xohlasa. Kecha o'zi qurtlarimiz bilan bir 12 tilishga bor edi. Traktor tilishkasi bilan. Va mana undan keyin biogomizlarimiz olib yana 12 tilishga go'ng bergan edik. Bir oylar oldin chamasi. Kecha Xudo xohlasa mana o'tlarni o'rib, yuzdan bir oy ichida mana shuncha o'sha yoqdan shuncha mana o't, endi begona o't, xashak o'sib chiqqandi. Shular mana bu beda o'raydigan apparatni o'rib chiqib, tegini yavoq bilan, bizda yavoq deydi, qayerdadir chorshoxa deydi. Sizlarda nima deb aytiladi bilmayman. O'sha bilan ag'darib, yer ag'dargandek. Mana yana bir tilishkadan har bitta reaktorimiz bir tilishkadan tashaldi. Keyin zapas yamamizda bir 2 tilishka bordi. O'shalari mana yoyib chiqdik yana qo'shimcha sifatida. Yana 8 tilishka o'pshi inshaalloh 12, 8 bir bu yoqdagi bilan 24 bir 32-35 tilishka miqdorda xudo xohlasa go'ngimiz tashalgan. Avgust-sentyabr oylari inshaalloh 60-70 balki 80 tonna chiqib qolar. Chunki undan oldin ham tashlangan anchagina. Biogomizlarimiz tayyor bo'ladi xudo xohlasa. Nomerlarimizni yozib qoldiramiz, ekranda bo'ladi. Telegram, WhatsApp ham shu nomerlarda bo'ladi. Aloqaga chiqsangizlar xudo xohlasa. Bundan boshqa ham joylarimizda bor. Yaqinda mana Hasan degan bir o'rtog'imiz 120 kvadrat 3 sotiq joyga qurt tashlab berdik. Xudo xohlasa unda ham chiqib qoladi bir 30-40 tonna. Qurtlarimiz, biogomizlarimiz cheklanmagan miqdorda xudo xohlasa bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar inshaalloh. Hammalaringizga omad, ishlaringizga rivoj. Alloh panohida bo'linglar, charchamanglar birodarlar.